Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar yo'llagan holda siz azizlar bilan Rahmon taoloning iymon ahliga qilgan nidolari bilan tanishishlikda davom etamiz. Bugun Alloh nasib etsa 84-nido bilan tanishib chiqamiz. Allohning diniga yordam berish vojibligi va dinga yordam bergani uchun nusrat va zafarga erishgan zotlardan o'rnak olish haqida. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ey iymon keltirganlar, sizlar ham Allohning diniga Iso alayhissalomning havariylari, ya'ni eng yaqin va sari izdoshlari yordam berganidek yordam bering. Iso alayhissalom ularga kim Allohga yaqinlashtiradigan ishlarda menga yordamchi bo'ladi degan edi. Havoriylar biz Allohning diniga yordam beruvchimiz dedilar. Bani Isroildan bir toifa hidoyat topdi, bir toifa zalolatga ketdi. Biz Alloh va Rasuliga iymon keltirganlarni qo'llab-quvvatladik, ularga dushmanlar bo'lgan nasoro firqalari ustidan g'alaba berdik va ular o'shalar ustidan g'olib bo'ldilar. Sof surasi 14-oyat. Hurmatli o'quvchi yoki eshituvchi, Allohga, qiyomat kuni unga yo'liqishga, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga, u zot olib kelgan va da'vat qilgan islom diniga iymon keltirgan mo'min bandalariga Alloh taolo nima uchun nido qilishini yana bir bor yodga oling. Alloh mo'minlarni biron ishga buyurish yo biron ishdan man etish, jannat bilan xushxabar berish yo do'zax bilan qo'rqitish, ularga foydali bo'lgan narsalarni o'rgatish uchun nido qiladi. Do'stlikning taqozosi ham ayni shu. Zero Alloh mo'minlarning do'stidir. Shuning uchun faqat nafslarni poklaydigan, ularga yaxshilik bo'lgan ishlarga buyuradi. Dillarini kir qiladigan ishlardan qaytaradi. Iymonlarini ziyoda qiladigan xushxabarlar beradi. Qalblarini ochib qo'yadi. Ularni xavf-xatardan uzoq qilib, g'am tashvishlarni aritadi. Alloh taolo do'stlari bo'lmish mo'min bandalardan hayotning 3 bosqichida xavf-xatar va xafalikni ketkizdi. Dunyo hayotida, foniy dunyo bilan boqiy dunyo orasidagi barzax hayotida va oxirat hayotida. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim va la hum yahzanun allazina amanu va kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya va fil akhirah. Shuni bilingki, Allohning do'stlari uchun hech qo'rquv yo'q va ular g'amgin ham bo'lmaydilar. Ular Allohga iymon keltirgan va taqvo qilgan kishilardir. Allohning do'stlari, Allohning avliyo bandalari kim ekan? Allohga iymon keltirgan va taqvo qilgan. Iymon keltirib taqvo qilsak, biz ham Allohga yaqin bo'lgan avliyo bandalari qatorida bo'lamiz. Allohning shunday do'stlari uchun dunyo hayotida ularni xursand qiladigan narsalar bashorati, oxiratda esa ularga jannat bashorati bor deydi Alloh taolo Yunus surasining 62, 63, 64-oyatlarida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyo hayotidagi bashoratni mo'min kishi o'zi ko'rgan yoki u haqda ko'rilgan yaxshi tush ekanini bayon qilganlar. Endi Allohning madadi bilan ushbu ilohiy nido sharhiga o'tamiz. Alloh taolo aytadi: Ya ayyuhallazina amanu. Ey iymon keltirganlar, ya'ni Allohni Rob, islomni din va Muhammad sallallohu alayhi vasallamni payg'ambar deb iymon keltirgan, shu bilan tom ma'noda tirik bo'lib, Alloh tarafidan nido qilinishga, buyurilish va qaytarilishga loyiq bo'lgan mo'minlar. Kunu ansoralloh. Allohning diniga yordam beruvchi bo'linglar. Ya'ni Robbingiz Haq taoloning diniga, payg'ambariga va mo'min bandalariga yordam bering. Shuni o'zingizga kasb qilib oling
Allohning bandasi va payg'ambari Iso alayhissalom havoriylaridan yordam so'rab, "Man ansori ilalloh", kim menga yordamchi bo'ladi, ya'ni men Allohga yuzlanib uning diniga va do'stlariga yordam berayotganimda menga kim yordam beradi deb so'raganida ular aytgan, "Nahnu ansorulloh", biz Allohning diniga yordam beruvchimiz degan so'zni sizlar ham ayting. Sizlar ham hoy musulmonlar, Allohning diniga, payg'ambariga va mo'min bandalariga yordam berishda ular kabi bo'ling. Sahobalar, Alloh barchalaridan rozi bo'lsin, shunday, ya'ni havoriylardek javob berdilar. Lekin fa xalafa min ba'dihim xalfun, keyin Allohning in'omiga sazovor bo'lgan o'sha zotlar ortidan yomon izdoshlar keldi. Ular bu chaqiriqqa ijobat qilmadilar. Maryam surasining 59-oyatida Alloh taolo aytadi: "Fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'us solata wattaba'ush shahawat." Keyin Allohning in'omiga sazovor bo'lgan o'sha zotlar ortidan yomon izdoshlar keldi. Ular namozni zoyi qildilar, namozni o'qimay qo'ydilar, namoz o'qimadilar. Wattaba'ush shahawat, shahvatlarga berilib ketdilar, fahsh munkarga, yomon ishlarga berilib ketdilar. Ming afsus, biz ham shundaylardan bo'lib qoldik. Bu qanday ko'rgulik, qanday qayg'u. Ya hasratana ala ma farratna fiha. Dunyoda zoyi qilgan narsalarimizga hasrat, nadomatlar bo'lgay. An'om surasining 31-oyatida kelgan bu so'zlar. Alloh taolo nidoning so'ngida aytadi: "Fa'amanat to'ifatun min bani Isroil va kafarat to'ifa." Bani Isroildan bir toifa hidoyat topdi, bir toifa zalolatga ketdi. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Biz Alloh va Rasuliga iymon keltirganlarni quvvatladik, ularga dushmanlar bo'lgan nasoro firqalari ustidan g'alaba berdik va ular o'shalar ustidan g'olib bo'ldilar. Bir toifa Iso alayhissalomga u zot olib kelgan haq va hidoyatga iymon keltirdi. Iso alayhissalom Allohning bandasi va elchisi ekaniga, uning Xudo ham, Allohning o'g'li ham, ota, o'g'il va ruhul qudusdan iborat uchlikning biri ham emasligiga, sehrgar ham, dajjal ham, o'zidan to'qib chiqaruvchi kazzob ham, valadi zino ham emasligiga iymon keltirdilar. Bir toifa esa kofir bo'lib zalolatga ketdi. Yahudiylar Iso valadi zino va sehrgar dedilar. Iso alayhissalomga va u zot keltirgan dinga kofir bo'ldilar. Boz ustiga Iso alayhissalomga ergashgan mo'minlarga hiyla, makr ishlatib, ularning aqidasini buzdilar, dinlarini o'zgartirdilar. Ular qolib haq dinga ergashish, Allohning do'stligini qozonish musulmonlarga nasib etganiga hasad qilib shunday qildilar. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Biz Alloh va Rasuliga iymon keltirganlarni quvvatladik, ularga dushmanlari bo'lgan nasoro firqalari ustidan g'alaba berdik deydi Alloh taolo. Alloh musulmonlarga kofirlar ustidan g'alaba berdi va musulmonlar o'shalar ustidan g'olib bo'ldilar. Ya'ni ular ustidan zafar quchdilar, ulardan ustun bo'ldilar, nusratga erishdilar. Bu holat Allohning dushmani hasadgo'y yahudiylar Iso alayhissalom olib kelgan haq dinni buzishga bo'lgan urinishlari, ishlatgan hiylalari o'z samarasini ko'rsatgunga qadar davom etdi. Ana shunda haq dinni qo'llab-quvvatlovchilar deyarli qolmadi. Faqat u yer bu yerda haq dinga yordam beruvchi ozgina insonlar bor edi. Holbuki Iso alayhissalom yolg'iz Allohgagina ibodat qilish ustiga barpo qilingan ruhiy va badaniy ibodat turlarini joriy etgan islomni olib kelgan edilar. Lekin yahudiylar fitnasiga uchragan nasroniylar haq dinni qo'yib shirkni, ota, o'g'il va ruhul qudusdan iborat uchlikni o'zlariga din qilib oldilar. Vayma atsa sina isvido duha deb shirk keltiradi-ku, cho'qinadi. Ana o'sha vayma atsa ota, sina o'g'il va ruhul qudusali deb bular Svetoy Duh deb ruhul qudusdan iborat uchli Xudo, mana shu uchta Xudo deb bular o'zlariga shuni din qilib oldilar. Cho'qinadigan bo'lib ketdi. Kufr va mana shu uchlik e'tiqodi ustun bo'lib ketdi. Yerning 4 tarafida shirk zohir bo'ldi. Bu holat Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar etib yuborguniga qadar davom etdi.
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning da'vatlarini ijobat qilgan nasoralardan islomga kirganlari bo'ldi. Xuddi shunday yahudiylardan ham islomni qabul qilganlar bo'ldi. Nasoralardan ham da'vatni qabul qilib islomga kirganlari bo'ldi. Musulmon bo'lgan nasoralar islom orqali Iso alayhisalomni Xudo deydigan mushrik dushmanlari ustidan g'olib bo'ldilar. Bu mushriklar Iso alayhisalomni to'g'ri baholay olmagan edilar. Uni goh Allohning o'g'li desalar, goh ota, o'g'il va ruhul qudusdan iborat uchlikning biri derdilar. Ba'zi bir nasoralar Iso alayhisalomni Allohning o'g'li deydi. Ba'zi birlari ota, o'g'il va ruhul qudus, haligi aytganimizdek va ima atsa isina isvito va duha deyishadi-ku, bu cherkovlarda. Ana shu ota, o'g'il va ruhul qudusdan iborat uchlikning biri deyishadi. Uchta xudoni biri deydi. Shirk keltirishadi bu bilan Allohga. Vaholanki Allohning o'g'li ham yo'q, Allohning ayoli ham yo'q. Alloh yakka yolg'iz Alloh. Ularni adashtirgan va bunday chigallikda qoldirganlar ularning boshliqlari bo'lgan. Nasoralarning boshliqlari. Bu boshliqlar holatni shunday qolishdan manfaatdor edi. Chunki ularga pul kelib turadi. Dunyoviy manfaat deb shu dinini chalkashtirib, dinini adashtirib tashlagan. Avom xalqi ko'r-ko'rona ergashishi ham bunga katta hissa qo'shgan. Hozir ham shunaqa. Ba'zi bir peshvo deganlar odamlarni chalg'itadi, bir dunyoviy manfaat deb yoki kimdandir qo'rqqanidan yoki nimadandir umidvor manfaatdor bo'lganida avom xalqni chalg'itadi. Avom xalq ham ko'r-ko'rona o'shalarga ergashadi. Mana shu sababdan keyin botil ko'payadi. Bunga bir jihatdan haqqa chekinishi ham sabab bo'ladi. Haq odam gapirmasa, haq olim gapirmasa, botil gapiradi. Mana shu narsa hayotda bor. Haq gapirmasa, botil gapiradi. Olimlar haqqi gapirmasa, gap botil narsalar tarqala boshlaydi. Islomda ham bularga o'xshaganlar kelib chiqdi. Islomni turli toifa va firqalarga bo'lib tashlashga urinishlar bo'ldi. Har xil toifalar chiqdi, shiyalar chiqdi. Bular hammasi dindan chetlanib ketdi bu. Xavorijlar chiqdi, shiyalar chiqdi, mana jahmiylar chiqdi, mu'tazililar chiqdi va hokazo har xil toifalar chiqib ketdi. Lekin Alloh taolo islom dinini qiyomat kuniga qadar saqlashni o'z zimmasiga oldi. Alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin. Shuning uchun islom qiyomatga qadar turadi. Bunga kimlardir xizmat qiladi. Mana shu islom haq, islomga, haq dinga xizmat qiluvchilardan bo'lishga har bir musulmon odam harakat qilish kerak. Bu islom dini odamlarga muhtoj emas, balki odamlar islom diniga muhtoj. Biz harakat qilamizmi, harakat qilmaymizmi, shu islomni rivojlanishga o'z hissamizni qo'shamizmi, qo'shmaymizmi, islom qiyomatga qadar qoyim turadi bu. Hamma dinlar ustidan g'olib bo'ladi. Alloh buni va'dasini bergan, o'z zimmasiga olgan buni. Lekin bu hamma gap shu biz o'zimiz uchun. Hissamizni qo'shib qolsak, islomni rivojlanishiga, islom ketayotgan bir arava desak, shuni ildamlashiga, olg'a bosishiga biz ham itarib shu qo'limiz bilan, jismimiz bilan shunga harakat qilib qolsak, yordam berib qolsak, o'zimiz uchun, oxiratimiz uchun. Yordam bermasak ham shuni ozgina bo'lsa ham qo'limizni tekizib, unda itarib olish, yurgizib olishga, oldimlab, ildamlab ketishligiga agar hissamizni qo'shmasak, o'zimizning zararimizga. Bu ketaveradi, bu to'xtamaydi, bu arava to'xtamay ketaveradi. Muhimi biz o'zimizni hissamizni qo'shamizmi yo'qmi shu yerda. Shuning uchun kim sof islomni xohlasa, sidq dildan uni istasa, Alloh taolo kitobida va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarida kelganidek sof holda topadi. Kim islomni xohlamasa, uni talab qilmasa, zalolat, jaholat, fisq va kufrga rozi bo'lsa va to o'lguniga qadar shu botil yo'lda qolsa, do'zax ahlidan bo'ladi, Alloh saqlasin. Buni misoli mana shu shiyalardan qarasangiz ko'rinib turibdi mana. Alloh taolo Oysha roziyallohu anhoning kitobida o'zi poklab qo'ydi. U zotga tuhmat bo'lganligini Alloh taolo bu tuhmatchilarni oshkor qildi. Oysha roziyallohu anhoni pok ekanliklarini 7 qat osmonning ustida osmondan turib o'zi poklab qo'ydi kalomida. Lekin bu badbaxt, mahrum badbaxt shiyalar haligacha Oysha roziyallohu anhoni shunaqa bandon qilib yurishadi. Oysha xola degan gaplarni bekorga chiqarilmagan shu, mana shu shiyalar chiqargan shu. Alloh asrasin. Shuncha fazl marhamatlar va yaxshilik eshiklari ochiq bo'la turib, Alloh taoloning rahmatiga kirmagan kishi halok bo'libdi. Halokatga loyiq odam halok bo'ladi.
Alloh saqlasin, halokatga uchrab shunaqa adashib, haq bayon, haq oshkor bo'lib turganda adashib, chiroq yoquvchi chiroq hamma nurli bo'lib turganda inson boshini devoriga urgan, qorong'uda qolib boshini devoriga urgandek shunaqa chiroq hamma munavvar bo'lib turganda boshni devoriga urib qolishdan yoki bir jarliqqa tushib halokat bo'lib ketishdan, shunga loyiq inson bo'lib qolishdan Alloh saqlasin. Alloh taolo haq yo'lidan, haq dinidan adashtirmasin. Islomga xizmat qilishni Alloh taolo o'zimizni zurriyotlarimizga nasib aylasin. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.